har qanday talabga tavsiya qilsangiz bo'ladi. Mahsulotlar shunaqa yuqori texnologiyada tayyorlangan. Keyin mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham ajoyib mevalar, giyohlar yig'ilgan. Bizning O'zbekistonimiz mevalarga, giyohlarga juda ham boy, bilasiz. Jannat makon O'zbekistonda yashaymiz. Bizning O'zbekistondagi chalik giyohlar shifobaxsh muncha davlatda yo'q. Lekin Allohim shunaqa giyohlarni, mevalarni mana shu 5 ta qit'amizga sochib qo'yibdi-da. Har bitta bandasini yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Bitta O'zbekistonni emas-ku Allohim. Shuning uchun Afrikaga nimanidir berib qo'yibdi. Janubiy Amerikaga O'zbekistonda yo'q narsani berib qo'yibdi. Alp tog'lariga yana boshqa giyohlarni berib qo'yibdi yoki ildizlarni. O'zbekistonga boshqa giyohlarimizni, mevalarimizni beribdi. Shuning uchun mana shu 5 ta qit'adan yig'iladi bu meva ildiz ekstraktlari. Bularni ichidan olingan komponentlari, aktiv moddalari maxsus konteynerlarda saqlanadi. Hattoki qo'shiladigan rang beradigan ranglari ham tabiiy bo'yoqlar. Shuning uchun maxsus muzlatilgan ma'lum bir temperaturadagi konteynerlarda saqlanadi. Sifatini o'zgartirmasligi uchun yoki ertaga rangini o'zgartirmasligi uchun. Agar tabiiy bo'yoq bo'lmasa, qopda turaveradi. Olib, rang qilib qo'shib yuborasiz yoki aromatizatorlar bo'lsa, qop olib kelasiz, hid berasiz, ta'm berasiz, malinani ta'mini berasiz, chernikani ta'mini berib qo'yasiz, anorni rangini berib qo'yasiz, to'g'rimi? Lekin zavodda mana agarda nasib qilsa, oramizdan mana shu tayyorlanayotgan zavodga boradigan hamkorlarimiz ko'paysin. O'zingizni ko'zingiz bilan borib tayyorlanayotgan joylarni ko'rish nasib qilsin. Bunaqa zavodga sayohatlar kompaniya tomonidan uyushtiriladi, tashkillanadi. Juda ham chiroyli zavodlarni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun kompaniyaning o'zini zavodi bor, o'zini ishlab chiqarish zavodiga ega. Shuning